rollari, mas'uliyati ko'pligidan shu charchab ketgan, asabiy, jahldor, baxtsiz va hozirgina konsultatsiyam tugadi. 11 yoshli bola bilan ishladik. Sizlarga qiziq jarayon bilan bo'lishmoqchiman. Qaranglar. Bu bizani bolamiz bilan o'tgan mashg'ulotimizdan oila rasmini chizib bergan deganimda ko'ngli to'lmadi va rasm chizib bera olmadi. Shu sababli robotlar, kartalar orqali oilani terib bergin dedim. Bu mashg'ulotimizdan neobычныйлigi shundaki, har xil части telalar bor. U o'ziga yoqqanini teradi. Ota-onasini qanaqa ko'rsa, o'zini qanaqa ko'rsa shuni terib beradi. Endi qaranglar, bu oiladagi onasi charchab ketgan, asabiy, jahldor, baxtsiz va mas'uliyati ko'p. Bu ota qachon xursand bo'ladi desam, oilaga qiz farzand kelsa deb aytyapti. Oilada 4 ta o'g'il farzand bor. Ota ishlagani uchun charchaydi, lekin uni kuchi ko'p deyapti. Bu yana bitta ukasi quloqsiz bo'lgani uchun quloqlariga naushnik bilan qo'ygan. Bu yana bitta ukasi, to'polonchi sho'x ukasi. Bu esa o'zi o'g'il bola. Qarang. Bu nima bo'lyapti desam, bu choyni o'ylayverib qaynab ketgan. Nimani o'ylaydi desam, oilani, maktabni, ukalarini to'polonini, ya'ni triangulyatsiya holati deymiz. Oiladagi mas'uliyatni katta farzand sifatida olgan, o'zini hamma narsaga aybdor his qiladi. Ukasi to'polon qilsa ham, onasi charchasa ham, adasini ishida asabiylashsa ham, hamma jarayonda nima his qilyapti? O'zini aybdor his qilyapti. O'zingga yoqadigan va yoqmaydigan kartani tanla deganimizda, mana shu kartani meni xafa qilyapti bu karta. Nega aytsam, nimani eslatyapti desam, Adamni bizani jazolashlarini deb aytyapti. Bu karta nimasi bilan yoqdi desam, bu yerda adasiga oyisi qiz olib kelgani uchun adasi baxtli deyapti. Mana oilani bola chetdan qanaqa ko'radi.